Melbetdan tez va oson ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Melbet programmasiga kirib olganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish degan joyga bosamiz. Bu yerda 4 xil usuli bor. Eng oson usuli bir bosishda o'tayapman men. Birinchisi mamlakat. Qaysi davlatda bo'lsangiz o'sha yerga kiritasiz. Xo'sh. Bu yerda valyuta xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. O'zingiz mana bu yerdan qidirib topishingiz mumkin. Biz so'mda o'ynaymiz. Keyin bu joyga bonus olish uchun promokod kiritamiz. VIB 66. Keyin bonusni sport uchun, kazino gambling o'yinlari uchun tanlasak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaysiz. Mana buni ptechka qilamiz, ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Kapchani doirani to'g'rilab qo'yaveramiz. Mana ro'yxatdan o'tdik. Bizga login bilan parol berdi mana. Screenshot olib qo'yamiz buni galeriyaga, esdan chiqmasin. Bu eng kerakli narsa. Keyingisi degan narsaga bosamiz. Hisob to'ldirishga olib o'tdi. Hisob to'ldirishdan oldin birinchi qilayotgan ishimiz nazoratni bosamiz. Pastda menu degan joyga bosib, bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Bu yerda telefon raqam qo'yib qo'yishni maslahat beraman. Akkauntingiz yanada ishonchli bo'ladi, ham 100% bonus olasiz. Agar nomer olmasangiz bonus bermaydi. Nomer ulashda bir telefon raqam kiritasiz, faollashtirib bosasiz. SMS tarzida kod keladi yoki Telegramga kod kelishi mumkin. O'sha kodni tasdiqlasangiz, nomeringiz ulanadi bu joyga. Keyin bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joy turibdi. O'shanga kiramiz, qalamchaga. Bu yerda pasport ma'lumotlarimizni to'ldirishimiz shart. Shuni to'ldirib chiqsak, bizlarda hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Mana bu yerda barchasini to'g'ri kiritish kerak, ism, familiyalarni. Bular juda ham oson. Mana kerakli joylarni tushuntirib o'taman. Qolganlarini o'zlaringiz to'ldirib chiqasizlar. Bu yerdan ID hujjat deysizlar. Bu yerga pasport seriya A, S, A, B bo'lishi mumkin, kimda qanaqa. Keyin bu yerga raqamni kiritasizlar. Berilgan sanasi deyapti. Qachon berilgan pasportda o'shani so'rayapti. O'shani topib bu yerga kiritamiz. Keyin bu yerda kim tomonidan berilgan deyapti. Buni masalan oxiriga IIB deysizlardan saqlashni bossangizlar, ma'lumotlariniz saqlanadi. Agar masalan bir ikkita qolib ketgan bo'lsa, o'shalarni ham to'ldirib, yana saqlashni bossangizlar, qalamcha yo'qoladi sizlarda. Keyin bemalol hisob to'ldirishga o'tsangizlar bo'ladi mana. Hisob to'ldirish, pul chiqarish. Hisob to'ldirishga o'tsak, bu yerda bank kartalari degan joy bor. O'sha yerdan Humo bo'limini tanlab, bu yerga summani kiritib, mana minimal 5000 dan mana to'ldirishni ham qisqacha tushuntirib o'tib tasdiqlashni bosasiz. Xo'sh. Bu yerga karta raqam, muddati, ism, familiyani kiritib tasdiqlashni bossak, ulangan nomeringizga kod keladi. Hozir men terib tasdiqlayman. Xo'sh, mana men nomerni, karta raqamlarini terib tasdiqlashni bosdim. Ulangan nomerga kod keldi. Hozir men kiritsam, kartamdan 5000 so'mgacha hisobimizga pul tushadi. Mana yuborishni bosdim kodni. Xo'sh, mana saytga qaytishda bosamiz. Nazoratni bosamiz. Mana bu yerda mana pul ko'rindi. Mana 5000 so'm pul tushdi. Pul chiqarish ham qiyin emas. Mana bu yerda hozir pulni 2x qilib chiqarib olishim mumkin. Bu yerda xohlagan o'yinlaringizga kirib, masalan, futbolga yoki gambling o'yinlariga pul tikishingiz mumkin. Mana bitta va bank qo'yapman. Mana 10,000 so'm bo'ldi. Endi pul chiqarib ko'rsataman mana. Mablag' chiqarishga o'tamiz. Xo'sh, hozircha Humo bo'limi chiqmayapti. Keyinroq chiqib qolishi mumkin. Bu yerga summani kiritib,
Bu yerda humo bo'limi chiqadi. Humo bo'limida karta raqam muddatni yozib tasdiqlashni bosasiz. Hozir meni chiqmayapti, keyinroq chiqib qolishi mumkin. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman.